Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlar. Navbatdagi daraxtimiz sakura daraxti bo'ladi. Bizga kerakli narsalar birinchi o'chirda tufayni tanlab olamiz. Kelgan sakurani shoxlari, dred kelgan mana shunaqa taxta kerak bo'ladi bizga. Yog'och. Kelgan svirlolarimizni ham hozir ko'rsataman. Svirlolarimizni tanasidan sal kattaroq svirlo tanlaganmiz. İchiga kley ham tiqib ushlatamiz. Mana shunaqa svirlo kerak bo'ladi. Bir ikkita samarez kerak bo'ladi. Hozir yasalashini to'g'ri hammasini o'rgatamiz. Birinchi o'chirda taxtamizdan tagiga samarez qotirib olamiz. Samarez mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa qotirib chiqamiz. 3-4 ta ko'p emas, 3-4 ta samarez yetadi. Xo'p, bundan oldingi videoda tuveni ham ko'rsatganmiz. Ichiga poke to'ldirib olish jarayonlarini ko'rsatganmiz. O'shaning uchun bularni ko'rsatmayapman. Xo'p. Samarezlarni qotirib bo'lgandan keyin mana shunaqa sim qotirib olamiz. Nimaga bu? Chiqib ketmasligi uchun. Gips quyganimizda yana ham mustahkam bo'lish uchun. Ichiga shu poke to'ldirib olganimizdan keyin buni eng sentriga, o'rtasiga qo'yib olamiz, qotirib olamiz. Bunga ham hozir gips qo'yib, qotirib olib, keyin qolgan jarayonlarni ko'rsatamiz. Mana gipsimizni tayyorlayapmiz. Bitta daraxtni yasaguncha o'zi unaqa ko'p vaqt ketmaydi-yu. Buni videosini yasab, montaj qilguncha ancha vaqtimiz ketib qolar ekan. Videosini yasagunimizcha 10 ta daraxt yasaymiz o'zi. Shuncha vaqtimizni sarf qilayotganimizga sizlardan bizga faqat like, podpiska tashlab qo'ysanglar bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Gipsimiz tayyor bo'ldi. Atidan suyuqroq quyganman. Suyuqroq quyganimizdan sababi eng tagiga yetib borish uchun. Gipsimiz mana qotdi. Endi buni hozir bo'yab chiqamiz. Bo'yash uchun oddiy jigarrang kraska kerak bo'ladi. Shunda daraxt tanasiga o'xshagan bo'lishi kerak. Aynan shunaqa rangini tanladik. Mana shunaqa bo'yab chiqiladi. Mana kraskaga bo'yab oldik. Xuddi ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi jo'y daraxt tanasiga o'xshagan rang bo'ldi. Endi bir xil bo'lmasa ham shunga yaqinroq bo'ldi. Buni endi drelda teshib olamiz. Taxminan tepasidan 15 sm qochirib, 15-20 qochirsanglar ham bo'ladi. Pastroqdan teshiladi. Teshib oldik. Sakuramizni mana tanasidan juda ham uzun bo'ladi. Shuna hisobiga kesib tashaladi. Taxminan pastga qo'ysa hammasi bir xil bo'ladi. Mana shu joyidan ozgina pastroqdan kesdik. So'ganimizdan keyin boyagi teshgan teshigimizga tiqib ko'ramiz hozir. Bemalol tushdi. Buni oralarini sal-sal ochib yuborish kerak bo'ladi. Bu preslanib keladi o'zi. Shu presdan sal-sal orasini ochib yuborsak, xuddi mana shu ko'rinishda davom etadi. Shu teshib olgan teshigimizga kley quyib olamiz birinchi o'chirda. Kley quyganimizdan keyin kley farqi o'zi, pistolet kley ham bo'ladi yoki Aquifix ham bo'ladi. O'zi ko'proq Aquifixda qilishadi. Bizga qulayroqi pistolet kley bo'lgani uchun o'shani ishlatyapmiz. Hop, ikkinchi teshigimizga ham kley quyib olamiz. Kley quyib oldik.
Endi sakurani o'rnatamiz. Xuddi mana shu yo'nalishda ketaveramiz. Atroflariga yana aylantirib olib, keyin pastki qismini boshlaymiz. Mana birinchi qatori, ikkinchi qatorining orasi 10 santimetrdan boshladik. 10 santimetr bitdi. 10 santimetrdan keyin 15 santimetrdan bitta teshdik. Bu yoq tarafi 20 santimetrdan bitta teshib oldik. Shunaqa pasayib ketyapti. Hozir bunga daraxt shaklini berib boramiz. Hozir bu endi dumdumaloq bo'ladi. Hozir bu yoqlardan ham bunday chiqadi yo'llardan. Quramizani уже ikkinchi qator, uchinchi qatorlarini ham qotirib bo'ldik. Xuddi shunaqa ko'rinishda qotirib kelyapti. Xo'p, hozir keyingilarini yana mana orasi ochuv joyiga tashlaymiz. Agar mana buni ustiga tushsa, bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun mana bu yonini yopish kerak. Yonini yopish uchun yana tagidan 15 santimetr qochirib teshamiz pastroqdan. Hop. Sakuramiz bitdi. Endi tagiga o'zi chim eksa ham bo'lardi. Biz tosh solamiz. Mana sakuramiz bitdi, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolis qo'ldan kelgancha o'rgatishga harakat qilyapmiz. Ko'pchilik bizani yomon ko'rishi mumkin, sirlarini ochib tashlayotsan deb. Lekin ko'p odamga foydamiz tegayapti deb o'ylayman. Agar foydamiz tegayotgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Rahmat kattakon hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.